Bizda shoshma shashar xalq hech qayerda yo'q. Mana o'tgan yil biz tomonda sel keldi. Bir ariq suv, loyqa suv shunday bir qishloqning ichidan o'tib ketgan ekan, bir vohamachi ko'rib qolib, "Iya! Xaloyiq! Joning bo'lsa qochib qol. Qayra qum suv ombori urib ketdi" debdi. Ana vohima. 4000 aholi o'rnidan turib qochgan, ketyapti ikkinchi qishloqqa qarab. Ikkinchi qishloqqa qo'shilib 10000 bo'lib uchinchi qishloqqa qarab qochyapti deymiz. Hech kim bilmaydi, kim qaqarab ketyapti, nima bo'lgan. O'sha voqeada bo'lgan bir yigit aytib beradi, "Hojiboy aka ishonmaysiz" deydi. Bir odam deydi, xotinini ham tashlagan, bola chaqasidan qolmasdan, ota-onasini ham tashlab deydi, Valosabitga bir qop unni ortib qochib ketyapti deydi. Qarang, o'zi tirik qolsa bo'ldi. Chollar deydi, ishonmaysiz Hojiboy aka deydi. Biz yoshlarni deydi, kampirlar Afg'onga o'tib ketyapti deydi. Yugurib Afg'on minga qo'yib ketyapti deydi. Bu yo'lda bir traktor turgan ekan. Traktorning pritseplarida setkali paxta ortadigan setkali pritseplardan ekan, o'shanga deydi, yugurib chiqib ketyapti chollar. Hech qayni ushlamasdan kampirlar chiqib ketyapti. Yoshlarni tepib tushirib oladi, "Tush juvonmaylar. Sanlar suzishni bilasizlar, tush. Biz qarilar minib olaylik, sanlarga barabar tush. Qo'lingni ol."